Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, aziz onajonlar, onajon, assalomu alaykum. Sizni tabriklab keldik. Faqat topishingiz kundan kelganligimizni kim deb o'ylaysiz? Kim sizni xursand qilishga harakat qilyapti deb o'ylaysiz? Kim bo'lishi mumkin? Qaysi biri? Albatta. Qarsaklaringiz bo'lsin, to'g'ri. Haqiqatda barcha farzandlaringiz Akmal akamiz, Shoira yengamiz, Maftun opa sizni xursand qilishga harakat qilyapti albatta. Biz akalarim bilan gaplashib qoldik. Qanaqangi so'zlar bor yetkazib qo'yaman deganimda ayajonimga har doim ayta olmaganmiz. Ayajonimga birinchi galda juda ham qattiq yaxshi ko'rishimizni yetkazib qo'ysangiz, ayajonim juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Borligiga shukr qilamiz. Ayajonim doimo baxtimizga doimo sog' bo'lsin. Umrlar uzoq bo'lsin ayajonim. Dadajonim bilan birgalikda qo'shiq qarisin ilohim. Sog' bo'lsalar bo'ldi. Qanaqangi xohishlari, ko'ngillarida qanaqangi istaklari bo'lsa mana biz bormiz deyapti albatta akalarim. Yaxshi ko'ramiz juda. Eng yaxshi kunlarni, eng baxtli kunlarni ko'rsatamiz deya niyat qilganmiz, va'da beramiz albatta. Sog' bo'lsin ilohim. Akalarim aytyapti, biz ko'chada yuramizmi, ishda bo'lamizmi, qayda bo'lishimizdan qat'iy nazar omadlimiz, barakalimiz, baxtlimiz. Buning sababchisi albatta bizga mana shunday inson tarbiya berganligi uchun, onajonim tinmasdan bizni duo qilib turganligi uchun biz omadlimiz. Eng baxtli hayotda yashayapmiz, Allohga shukr qilamiz. Sog' bo'lsin, rahmat aytamiz xatim. Sizni kelinlaringiz, qolaversa Maftun opamiz. Ayajonimga rahmat aytaman, bu hayotda meni hech kimdan kam qilmagan. Do'stim, doshim, dugonam, ustozim, ham opam, ham singlim juda yaxshi ko'raman. Meni har doim yo'qlaydigan, meni dardimga davo topadigan inson onajon. Sog' bo'lsin qadrim. Sizning kelinlaringiz sizga rahmat aytayapti. Bizni onajonimiz, ikkinchi onamiz, mehribonimiz albatta. Onamiz o'rnida onamiz. Sog' bo'lsin qadrim baxtimizga. Biz baxtli yashashimizni o'zimizdan ham ko'proq istaydigan nimaga inson albatta ayajonimiz. Sog' bo'lsin bu baxtimizga doimo. Siz uchun bir she'r o'qib berishni iltimos qilgan albatta barcha farzandlaringiz tomonidan qabul qilasiz. O'stirdingiz birovlardan kam qilmasdan, bolam deya ko'zimizni nam qilmasdan, yashadingiz bizlarni debdan bilmasdan, onajonim boringizga shukronalar. Xonadonim fayzi bo'lar savlatimsiz, dunyolardan topib olgan davlatimsiz. Farishtamsiz, yagonamsiz, jannatimsiz. Ota-onam boringizga shukron. Alloh jonim omon yetarsiz bo'lsangiz, tashvishlarim uzoq yetarsiz bo'lsangiz, biz farzandlaringizni boshimiz ko'klarga yetarsiz bo'lsangiz, onajonim boringizga shukronalar deb mana shu barcha farzandlarning nomidan chiroyli qarsaklaringiz bo'lsin farzandlar uchun albatta. Juda ham yaxshi ko'ramiz. Biz o'zimiz ona bo'ldik, ota bo'ldik, endi onajonimni qadriga yetyapmiz. Endi tushunyapmiz qanaqangi mashaqqatli ekanligini. Farzand o'stirish mashaqqatini biz tushunib yetdik. Rahmat aytamiz. Onajonim doimo sog' bo'lsin. Yomon kunlar bo'lmasin. Yomon kunlarni ortda qolgan rost bo'lsin ilohim. Sog' bo'lsin, doimo baxtimizga omon bo'lsin. Siz uchun onajon sizni xursand qilish uchun chiroyli guldastalarni farzand nabiralaringiz olib kelgan albatta. Barcha farzandlarni, yaqinlarini taklif qilmoqchiman. Onajonimizni yuzlaridan o'pib, bag'ringizga bosib tabriklab qo'yishlaringiz mumkin albatta. Bugun bayram, xursandchilik ko'p. Barcha yaqinlarni taklif qilamiz. Keling marhamatlarga aytdi. Keling.
Ahmad. Ahmad. Albatta o'tganlarni xotiralaymiz. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Siz uchun yana bir surprizimiz bor onajon. Sizni xursand qilish albatta. Doimo kulib turing onajon. Marhamat, onajonimiz uchun atalgan chiroyli bayramona shirinliklarni olib kelishingiz mumkin albatta. Azizlar, birgalikda topshiramiz. Qani marhamat. Onajon siz uchun albatta. Keling birgalikda. Nabiralar bilan birgalikda o'tishamiz. Sham chiroqlar. Qani birgalikda. Marhamat. Olqishlar turamiz.
Katta rahmat. Onajon, sog' bo'ling doimo. Bugun yaqinlar yig'ilgan, eng yaqin insonlar, jigarlar, qarindoshlar yig'ilgan. Ana shu yerda yaqinlardan chiroyli tilaklarni eshitmoqchimiz. Siz uchun atalgan. Albatta, onajonimga atalgan tilaklaringiz bo'lsa, davrimizga taklif qilamiz onajonlarimizni, otajonlarimizni. Keling birgalikda esdalikka albatta ikki og'iz samimiy tilaklaringiz bo'lsa, keling. Ana onajon, keling marhamat. Hammaga mana bugun singlimni kuniga umrlari uzoq bo'lsin. Alloh bergan umrni bekam ko'zga yashasin. Kuyovimiz bilan qo'shiq qarisin. Ikkovi hoji ota, hoji ona bo'lishlik nasib qilsin. Nima ko'ngillarda ortiq istak niyatlar bo'lsa, hammasi amalga oshsin. Xonadonlarga tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlik, dasturxonlariga farzandlari qo'shiqlarini qo'shiq qarisin. Nabirajonlari katta bo'lsin. Farzandlari ardog'ida hamisha sog'-salomat yurishni Allohim nasib etgan bo'lsin. Hammaga sog'lik. Mana bugun shunday ulug' ayyom kunda, mana Arafa kuni, bunday kunlar tug'ilgan kuniga to'g'ri kelyapti. Hozir xursand bo'ldim. Ertaga mana Qurbon hayiti, shunday yaxshi kunlarga to'g'ri kelgani uchun. Sog' bo'lsin, hamisha omadlarini bersin. Hamisha sog' bo'lsin, Allohdan qolaman. Ezgu niyatlari amalga oshsin. Hammaga sog'lik, tinchlik, yanagi yillarda ham hamma sog' salomat yuz ko'rishlik nasib qilsin. Hamma sog' bo'lsin. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat onajon. Aytganlaringiz kelsin Ilohim. Bugungi bayram, qo'shaloq bayram albatta barchaga muborak bo'lsin. Yana tilaklar bo'lsa eshitamiz. Bormi? Albatta bugungi baxtli kunda, qo'shaloq bayramda esdalik uchun keling onajonimizga. Keling. Avvalambor hammalaringizga assalomu alaykum. Mana shunday yaxshi kunlarda ko'rishib turganimiz uchun mana shu singlimni tug'ilgan kuni ekan. Va singlim yuzlarga kirsin, qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Nima ezgu niyat orzu tilaklari bo'lsa amalga oshaversin. Rahmat. Ana endi onajon, shu yaqinlarga gaplaringiz bo'lsa, qolaversa akalarim, opalarim siz uchun chiroyli syurprizlar uyushtirib sizni xursand qilishga harakat qilyapti. Rahmatlaringiz bo'lsa, navbatni sizga bermoqchiman. Chiroyli duo qilib berasiz albatta. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yaqinlarim, qarindoshlarim, opa-singillarim, jigarlarim. Mana bugun ana shunday tavallud kunda Akmaljonga, Kelinoyga, Oqamjonga, Dilnozaga, qizim Martinaga hammalariga rahmat aytaman. Hamisha sog' bo'lsin. Qo'shganlar bilan qo'sha qarsin. Jevralari ko'p inson bo'lib ketsin. Mana shu yerga tashrif buyurgan qo'shnilarimga ham rahmat aytaman. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunday kunlarni ko'pini ko'rish hammaga nasib qilsin. Allohim hammani bandam deb siylasin, payg'ambar ummatim deb siylasin. Ana shunday elga, yurtga, ota-onalarga xizmat qilayotganlaringiz uchun sizlarga ham ming bor tashakkurlar aytaman. Jonlaringiz sog' bo'lsin, ishlaringizda barakatlar tilayman. Hamisha sog'lik, tinchlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bizni xonadonga tashrif buyurganlaringiz uchun sizlarga kattakon rahmat aytaman. Sog' bo'ling. Onajon doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugungi qo'shaloq bayram muborak bo'lsin.